Akalar, bu videomiz oddiy video bo'lmaydi. E'tibor beringlar. Qanaqa gigant bir-biridan zo'r qo'ylarni ko'rsatyapman. Nafaqat qo'ylar akalar, bundan tushgan mana shunaqa qo'zilarga ham e'tibor beramiz. Maza qilib mol qilaman, ko'paytiraman deydigan akalarimiz uchun ana shunaqa urug'likka yaraydigan qo'shqorchalari bor akalar. Sifatli qo'ylarni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati G'uzor tuman Tugal mahallasidan o'ta sifatli bo'lgan, bir-biridan zo'r bo'lgan, soni ham xudo xolasa bir qo'lga ketadigan mana shunaqa ona bola qo'ylarimizni zo'rlarini ko'rsatishga yetib kelganmiz akalar. Akalar kommentariyada havas qildim, bizga ham Alloh nasib qilsin deb yozib ketinglar. Yaxshi niyatga ham, yomon niyatga ham farishtalar amin deydi. Balki Alloh mana shu yildan qoldirmasdan har birimizning xonadonimizga mana shunaqa sifatli, gigant, barakali qo'ylardan ko'paytirib berish hech gap emas. Bo'lmasa akalar, hamma abzorini boshlaymiz. Kerak bo'lsa bittalab tishlari bilan ko'rsatamiz. Aka qo'yib yuboring, tishini ko'raylik endi. Bunisini qo'yib yuborardingiz. Mana akalar ko'raveramiz. Akalar 4 tish ekan adashmasam, mana bularni ham ko'raveramiz. Gapi bitta qo'yib yuboring, yurishlariga maza qiladi odam buni tomoshasiga akalar. Mana mashalloh. Hammamizga nasib qilsin. Endi akalar, hamma ma'lumotni egalari bilan birgalikda sizlarga yetkazamiz. Buni soni nechta, yeb ichish, sog'ligi, nechtasi ona bola, balki ichida bo'g'ozlari bordir. Bir so'z bilan aytganda hamma ma'lumotni sizlar uchun yetkazaveramiz. Sizlardan bo'lsa akalar like bilan kommentariyada o'zlaringiz yaxshi niyatlaringizni yozib qoldirsalaringiz bo'ldi. Obuna bo'lmay kuzatayotgan bo'lsalaringiz akalar obuna bo'lib qo'yinglar. Sabab bizning kanalimizda har doim mana shunaqa sifatli, bir-biridan ko'ra yaxshi bo'lgan chorva mollari chiqib boryapti. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Joningiz sog' bo'lsin aka. Xalqimiz uchun haqiqatan bir barakali, bir-biridan yaxshi gigant qo'ylarni olib kelibsiz aka. Shunday. Mana bularni sifati haqiqatan yaxshi ekan, ko'ryapmiz. Qo'ylar kelgan. Endi aka bularni ko'rib odam havas kelyapti. Maza qilib mol qilaman degan odam qiladi ekanda buni. Shunday. Buni soni nechta aka? Soni 20 tasi xurob. Soni 20 bosh ekan akalar, mana ko'ryapmiz. 20 bosh bir-biridan yaxshi, toza, barakali qo'ylar. Aka, mana ularning bo'yi ancha baland. Bularning bo'yi necha o'zi? Bo'yi 90 dan baland. Ichida 2 ta, 3 ta, 4 ta 90 dan baland qo'ylar bor. Demak, 4 ta 90 kilosi bor. Shunday. Mana akalar, mana shu ko'k qo'ylarimiz haqiqatan bo'ylari baland, bo'yni uzun, toza paroda ekan aka, men ko'rib turibman. Tishlari ham 4 tish, 2 tish. Umumiy hozir hammasiniki 4 ta 2 tish. Shunday, agar hammasi yosh qo'yim. 2 ta bo'lmasa bir 6 tishi, hammasi 4 tish. Demak 6 tish ham 1 ta bor. Shunday. To'qli ham bor orasida. Gap yo'q. Akalar hali endi tish yormaganlari ham bor ekan. Shunday. Aka, mana shu to'qliga o'xshayapti. Mana shu tarafdagi bo'g'ozga ko'rinib turibdi. Qorinlar tashab qolgan pastga. Gap yo'q. Bu yoqda hozir hammasi ona bola emasdi. Hammasi ona bola emas. 11 tasi ona bola. 20 tadan 11 tasi ona bola. Shunday. 9 tasi bo'g'oz qo'y. Aka, boya bitta egizini ko'rgandek bo'ldim bular. Egizi ham bor. Bitta egizchisi bor, realni tuqqanayli egiz bir urg'och qo'zisi va bitta erkak qo'zisi bor. Gap yo'q, mana akalar. Birinchi qoringa. Yo'q, birinchi qoringa egiz tuqqan. Gap yo'q. Akalar, mana ko'ryapmiz. Egiz tayyorda, u hech qanaqa tug'iykan, uyida buy degan gap yo'q. Tug'gani aniq. Akalar, mana ko'ryapmiz. Mana shu kecha kunduz tug'gan. Cho'pon aytgan o'zi butun uni onasi ham hammasi egizchi ekan. O'shasini. Demak, bolalarim egizchi bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Shunday. Endi bularni bolalari qanaqa, bosimi qanday? Erkak ham urg'ochmi aka? Suhrobjon, buni 9 tasi erkak qo'zini, 2 tasi urg'och. Demak 11 tadan 9 ta. Shunday. 11 tadan 9 tasi erkak qo'zi, 2 tasi urg'och qo'zi. Mana akalar, mol qilaman deydiganlar uchun, qo'zisidan foydalanaman deydiganlar uchun zo'r ayni muddao ekanda aka. Shunday. 11 ta qo'y tuqqan, 12 ta qo'zi bor. Bittasi. Hozir mana shu egizchimizniki qanday, urg'ochmi, erkakmi? Bittasi erkak, bittasi urg'och. Urug' uchun ekanda o'zi. Bitta xolasa urg'ochisi uchun, urg'ochisidan urg'ozi, xolasa erkagidan. Birinchi qoringa, yana shu birinchi qoringa tuqqan. Indamay 5-6 yil egiz oladi, xudo xolasa. Shunday, xudo xolasa. Gap yo'q. Aka, buni bo'ylarini endi aytib o'tdik. Nechi dedik endi shunday qilib? Quyuq suyuq. 85 plyusga olaversiz. 85 plyusga. Shunday. Gap. Akalar, mana ko'ryapmiz, 85 plyusga bemalol olaverasizlar. Kommentariyada mashalloh, Allohumma barik, hammamizga nasib qilsin. Bir haftadan ichida tug'ayotgan bir 4 tasi tayyor bo'lib turibdi. Hozir 4 talari tug' bo'g'oz. To'q bo'g'oz 4 tasi bir haftadan ichida. Mana shu haftalar qolgani ham 1 oyda ichida tug'ib bo'ladi, nasib bo'lsa, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, ko'ryapmiz, haqiqatan shu haftalarga tug'ib qolsa, bularni qo'ldan boy bermasdan tezda olish kerak. Sabab akalar, buni hammasi endi bo'g'oz degan gap aka. Aka, buni bo'lmasa bunday qilaylik. Hozir bu narx-navosidan oldin so'rashim kerak bo'lgan narsalar bor aka. Ularning sog'ligi joyidami aka? Sog'ligi 100% garantiya. Gap yo'q, mana 100% garantiya. Akalar, bunaqa sifatli qo'ylarni eng asosiy joy sog'lom bo'lsa, ko'pam puliga talashmasdan olish kerak. Lekin aka, shunday bo'lsa ham, agar narx sal baland aytsangiz, bilasizlar, tortishib xalq uchun kommentariyalarda yaxshi niyat, yomon niyat qilganlarni hammasi uchun ham baribir narx-navoni tushirishga harakat qilaman aka. Shunday. Endi aka, buni narxi mayli-yu, dastavkasi nima bo'ladi aka? Dastavkasini ham qilib beramiz, xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab.
O'zbekiston bo'ylab qilib Gap yo'q. Akalar mana ko'ryapmiz, dastlabki O'zbekiston bo'ylab bo'lar ekan, shuning uchun bemalol qo'rqmasdan telefon qilaverasizlar. Dastlabkani butun respublikamiz bo'yicha bo'laverar ekan. Bu yog'i Andijon, Namangan, Farg'ona, Vodiylik, Voha. Akalar bir so'z bilan aytganda Qoraqalpog'iston bo'ladimi? Qayer bo'lsa, Xudo xolasa, dastlabki bo'laverar ekan. Shunday. Joningiz muomala qilamiz. ish qilib hech kimni norozi qilib ko'nglini qoldirmaymiz. Tushunarli. Aka, endi buni asosiy joyiga kelyapman buni. Narx navosi menga juda qiziq bo'lyapti. Hozir ham boya ham bundan oldin ham 7 million 500, 7 million 200 shu atrofda qo'ylarni qo'ydik, ona bola qo'ylar. Ko'rdik, ko'ryapmiz, kanalimizni ko'ryapmiz, kanallarga qo'yamiz, boshqa kanallarni ko'ryapmiz. Shunday. Endi shunga yarasha biz imkon qadar ulardan arzon qilib qo'ysak yaxshi aka. Shunday nasib Xudo xolasa. Biz arzon olganmiz, arzon sotamiz. Aytganingiz keldi. Mana shunday arzon oling-da aka, xalqqa arzon yetkazavering. Hammamizda ham ro'zg'orimiz mana shu insof bilan yaxshi bo'lib ketaveradi aka. Shunday. Aka, mana ko'rdim, qo'ylari ham yaxshi. Endi ona bolasi egishchisi bor deb narxini ko'tarib yuborishmi aka? Yo'q, unaqa qilmaymiz. Qanchadan beramiz endi aka obunachilarimizga? Sotamiz Xudo xolasa. Shunday bo'lsa aytganingiz kelsa. Buni 7 million 200 dan qo'yamiz, so'rab. 7 million 200 dan. Shunday. Hozir 7 million 200 dan. Lekin ichida 10 millionga bermaydigan qo'ylar ham bor, egizchi bor. Yo'q, gap yo'q aka, qo'ylaringiz zo'r, ko'z tegmasin. O'zi bilasiz aka, birovning molini pastga urmayman, unaqa qilish yaxshi emas. Shu uchun aka, lekin sal baland bo'lyapti narxi. Nimaga desangiz aka, mana hozir ko'ryapmiz, sal eti arriqroq bor ekan, shu dalani mollari endi bor. Shunday, dalani moli. Dalani moli sal eti arriq ekan, shularning hisobiga sal narx tushirsak aka, hozir 7 million 200 sal balandlik qiladi aka. O'xshamay qoladi-da bu yoq so'rab. Aka, o'xshamagan narsa bormi aka? Bu yaxshi bo'ladi hammasi. Shuni tushiraylik-da 6 million 800 dan qo'yaylik. 6 million 800 dan juda og'ir ketadi bizga. Yo'q aka, nimasiga og'ir bo'ladi? Bizga ham tirikchilik, bizga ham shu. Yo, tushundim aka, Xudoga shukr. 100 ming qolsa sotamiz. Shunday aka, hamma ham 1 so'm qolsin deb ish qiladi aka, hech kim ham zarar qilay deb ish qilmaydi. Shuning uchun aka 6 million 800 qo'yaylik shuni. 6 million 800 bizga og'ir ketadi Xorobjon. Nimasi og'ir bo'ladi aka? Olyapsiz, sotyapsiz mana, ko'tarib yurganingiz yo'q. 7 million 100 dan dastavkasini qilib beraman. Dastavka qolgan qurisin aka, dastavkani qilib beraman deb qo'ydi, endi dastavkani qilaman deyotmang aka. Shuning uchun bir arzonroq qilib, bir chiroyli qiling. Hozir 6 million 800 ham yomon narx bo'lmadi aka. 7 milliondan qilib beraman. 7 million? Oxiri 7 milliondan qilib beraman. Bo'lmasa 6 million 900 dan o'zlari olib ketsa-chi? Yo'q, bo'lmaydi ularga. O'zlari olib ketsa. Yo'q, to'g'ri kelmaysiz Xorobjon. Oxiri 7 million. Aytamanki, hammasi yosh qo'y. Nasib bo'lsa Xudo xohlasa buni indamay 5 yil bolasi bo'ladi. Ha, nasib Xudo xohlasa. Aka, bo'lmasa bunday qilaylik, 7 million deb qo'yaylik. Keyin yana bir obunachilar uchun xayr sunnat deb bilaman, katta unday tushib bermaysiz. O'zingiz ham boya ikkalamiz videodan oldindan talashganmiz aka, narx ko'tarmaylik, unaqa deb talashganmiz. Shuning uchun aka, xayr sunnatiga 1-2 so'm o'tib berasiz, baribir. Sunnatiga o'tib beramiz, Xudo xolasa. Akalar norozi qolmaymiz, kelgan odam norozi qilmaymiz. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar ko'ryapmiz, mana shunaqa gigant qo'ylarni kim olaman desa, chiroyli narxlarda berildi akalar. Yana ham 1-2 so'm o'tib beriladigan joyi bor. Pastda ustiga kelishsin, ko'rishsin, tekshirib, bitta tishini ochib ko'rishsin. Gap yo'q. Akalar kelib, ko'rib, tekshirib olaverasiz. 4 ta 5 tasi to'q bo'zo. Bir hafta ichiga to'g'ri Xudo xolasa. Shunday bo'lsin aka. Ko'paysin, o'zidan ko'paysin. Endi yaxshi niyat aka. Hammasi egiz tutsin. Baraka topa. Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa baraka topa olgan odam. Akalar, manzilni aytib o'taman. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Tugal mahallasidamiz. 7 million so'mdan mana shu 20 bosh qo'yimizga baho qo'yildi. Yana ham akalar xayr sunnatga 1-2 so'm o'tib beriladigan joyi bor. Mol qilaman, ko'paytiraman deydigan akalarimiz uchun juda sifatli, mana shunaqa yeb ichishdan umuman kam yo'q bo'lgan qo'ylarimiz sotuvda. Bizni kuzatishda davom etinglar akalar, mana sizlar uchun sifatlilarini ko'rsatyapmiz.